Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş geldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 6 ayının 15 günü seyşembe. Hammalarning bu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatida bo'lsin. Uyghur Sud kollegiyasining Londondagi tunji sudi oxirlashib bir hafta o'tmayli Chexiya Cumhuriyati parlamentining Kengash palatasi qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini e'lon qildi. Chexiya Kengash palatasining 10-iyun kuni ishga jihatda olgan va 14-iyun kuni rasmiy dunyoga e'lon qilgan mazkur qarori muhojiratdagi Uyg'urlarni va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini alohida mamnun qildi. Arqadan yana bir xo'sh xabar bugun Belgiya parlamentidan keldi. Bugun tushdan burun Belgiya parlamentida o'tkazilgan muzokarada parlament a'zolari Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqida birdek fikrga kelishdi. Amaliyotda bu Belgiya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy qabul qilishi bo'lib hisoblanadi va 7-oyning 1-kuni, ya'ni Belgiya parlamentida o'tkaziladigan simvol xarakterlik ovoz berishdan keyin mazkur qaror rasmiy yo'sinda dunyoga e'lon qilinadi. Bu munosabat bilan bugun Dunya Uyg'ur Qurultiyi bu vaqtda maxsus bayonot e'lon qilib, Chexiya parlamenti bilan Belgiya parlamentining bu tarixiy qarorlardan qizg'in qarshi oladiganligini ifoda qilish bilan birga, mazkur qarorning hozirlanishi uchun kuch sarf qilgan va uni qo'llagan Chexiya va Belgiya parlamentining barliq a'zolariga, bu ikki davlatdagi siyosiy partiyalar va kishilik huquq tashkilotlariga, shundaqla ommaviy guruh va aktivistlarga butun Sharqi Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Qurultayning bayonotida yana Chexiya Kengash palatasi bilan Belgiya parlamentining bu qarorining Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikka ko'ngil bo'layotgan butun xalqlarning o'rtaq zafari ekanligi, shundaqla Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikka xalqaro jamoatchilikning aslo sukut qilib turmaydiganligining ro'shan namoyandasi ekanligi ta'kidlandi. Kuzatuvchilar Yevropa Birligining a'zolaridan Chexiya bilan Belgiyaning mazkur qarorlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish masalasida hozirgacha ishkilinib turayotgan Yevropa Birligiga a'zo boshqa davlatlarni jasoratlantiradiganligini ifoda qilishmoqda. Gollandiyani qo'shganda hozir Yevropa Birligiga a'zo 27 davlat ichida 3 davlat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda qabul qilgan bo'ldi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan davlatlarning soni 7 ga yuksaldi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi bu yil 1-oyning 19-kuni Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamlik bostirishini rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini jakarlagandan keyin 2-oyning 22-kuni Kanada parlamenti, 2-oyning 25-kuni Gollandiya parlamenti, 4-oyning 22-kuni Angliya parlamenti, 5-oyning 20-kuni Litva parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qaror qabul qilgan edi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqidagi qaror loyihasi Chexiya Kengash palatasidan 0 qarshi 38 ovoz bilan ma'qullangan bo'lib, mazkur qaror loyihasida Xitoy Xalq Jumhuriyatida, bo'libmi Tibet va Xinjiang avtonom rayonlarida kishilik huquq va erkinlikka keng ko'lamli xiloflik qilish, irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat va etnik kamsitish yuz bermoqda. Shundaqla madaniyat, diniy va siyosiy kimlik bostirilmoqda deyilgan. Qaror loyihasida yana Chexiya hukumati 2022-yildagi Beijing qishliq olimpik musobaqasiga diplomatik boykot e'lon qilishga chaqirilib, Chexiya Cumhuriyati hukumati va boshqa siyosiy vakillarining Xitoy Xalq Jumhuriyatidagi olimpik musobaqalarga qatnashish takliflarini rad qilishi talab qilingan. Qaror loyihasida ko'rsatilishicha, ularning bu musobaqaga qatnashishi Xitoyning negizli kishilik huquqini texmo kamsitish, uningga xiloflik qilish va bostirishni qonunlashtirishi uchun suiiste'mol qilishiga yo'l ochadi ekan. Chexiya Kengash palatasi tarafidan hech qanday qarshilikqa uchramasdan birdek ovoz bilan ma'qullangan mazkur qaror g'arb matbuotlarida kuchlik inkos qo'zg'adi. 21-may kuni Belgiya parlamentida Uyg'ur majburiy emgak tuzimiga qarshi maxsus qaror qabul qilingan edi. Undan boshqa yana Italiya va Yangi Zelandiya parlamentlarida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish harakatlarini og'ir darajadagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlari deb maxsus qaror qabul qilingan edi. Germaniya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasi muzokara bosqichida turmoqda. Bugun ya'ni 15-iyun kuni bo'lsa Sharqi Turkiston xalqi uchun tarixiy ahamiyatga ega muhim kunlarning biri bo'lib, 1988-yili 6-oyning 15-kuni Urumchidagi minglagan Uyg'ur oliy maktab o'quvchilari mustabid Xitoy hokimiyatining milliy zulmiga va milliy kamsitishga qarshi tinchlik shaklda keng ko'lamli norozilik namoyishi ilib borganligining 33 yillik xotira kunidan iborat.
15 iyun Milliy Uyg'unish harakatini 1987 yili atalmış Şinjan Universitetida qurilgan o'quvchilar fan madaniyat uyushmasi tashkillagan bo'lib, navbatda Dunya Uyg'ur qurultiyining raislik vazifasini o'tayotgan Dolqun Aysa apandim bo'lsa, ayni chaqda mazkur uyushmaning raisi va 15 iyun harakatining eng asosli rahbarlarining biri edi. 1988 yili yuz bergan 15 iyun namoyishi bo'lsa 1985 yili 12 dekabr ilib berilgan Milliy o'quvchilar namoyishidan keyingi yana bir qitimliq zo'r ko'lamlik harakat bo'lib, zamonida Xitoy hokimiyati ko'p aloqasida qilgan va Sharq Turkiston xalqining milliy uyg'unish harakatiga turtki bo'lgan. Natijada mazkur harakatni qo'zg'agan fan madaniyat uyushmasining raisi Dolqun Aysa, bosh kotibi Voris Abobakir qatorliq yetakchilar oliy maktabdan qo'g'langan. Shu sababdan Dolqun Aysa apandi 1994-yili chet elga hijrat qilib chiqishga majbur bo'lgan edi. Xitoyning ko'p qitim tutqun qilishiga va izchil taqib qilishiga uchragan Voris Abobakir apandi bo'lsa 2019-yili jazo lagerlariga qamalgan. Lagerdagi qattiq qiyin qistoqlar sababidan og'ir kasalga mubtalo bo'lgan Voris Abobakir apandim shu yili 11-oyda lagerdan qo'yib berilib bir hafta o'tmayla olamdan o'tgan edi. O'quvchilar orasida tor millatchilik ideyasini targ'ib qilgan, mazmuni sog'lom bo'lmagan drammalarni yezib sahnalashtirib chiqqan. O'quvchilarni namoyish qilishga quturatgan va namoyishga boshlamchilik qilgan. Hukumat bilan ochiq qarshilashgan degandek sabablar bilan 1988-yili 9-oyda oliy maktabdan haydalgan Dolqun Aysa apandim chet elga hijrat qilib chiqqandan buyon o'zining vatan millat yo'lidagi ko'rishini bir kunmi to'xtatib qo'ymadi. Dolqun Aysa apandi 1994-yili Turkiyaga hijrat qilib kelgan hamalla Turkiyada o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarni tashkillab, Istanbulda Uyg'ur o'quvchilar uyushmasini qurib chiqib siyosiy faoliyatini davomlashtirdi. Dolqun Aysa apandi raislik qilgan mazkur uyushma asosida 1996-yili Germaniyaning Myunxen shahrida 10 dan ortiq davlatdagi Uyg'ur yoshlarining qo'shilishi bilan Dunya Uyg'ur yoshlari qurultiyi qurib chiqildi. Dolqun Aysa apandi 1999-yili Germaniyada qurilgan Sharq Turkiston Milliy Qurultiyining va bu ikki qurultayning birlashishi natijasida 2004-yili qurilgan hozirgi Dunya Uyg'ur Qurultiyining eng asosli qurg'uvchilarining biri edi. Dolqun Aysa apandimni maktabdan haydash haqida chiqarilgan qarornomada Dolqun Aysa apandimning ayni chog'da Xitoyning ma'arif jihatda Uyg'ur maktablari bilan Xitoy maktablariga qarta qo'sh o'lcham siyosati yurgizayotganligi haqida hozirlab chiqqan tekshirish doklati va universitetda marhum vatanparvar shoirimiz Abduxoliq Uyg'urning oxirgi hayoti tasvirlangan Uyg'ur o'g'loni nomli drammani yezib chiqib sahnalashtirganligi va o'zining drammada Abduxoliq Uyg'urning rolini o'ynab chiqishi qatorliqlar uning eng asosli jinoyatlari qilib ko'rsatilgan. Növbətdə dünyanın hər qaysı əllərdə 1988-ci ili Dolqun Aysa əpəndim rəhbərlik qılğan Uyğur Ali Məktəb oxucuları namayışığa qatnaşqan köplügən şahidlər yaşamaqda. Amerikadakı Uyğur Hərəkəti Təşkilatının rəisi Roşan Abbas xanım ana şularning biri. Uzun yıllardan buyan Dolqun Aysa əpəndim və onun çət əllərdəki səbdaşları Milli Uyg'unish Hərəkətinin simvollarının biri hesablanğan 1988-ci ildəki 15 iyun namayışının xatırı gününü türlü şəkillər bilan əsləb gəlməkdə. 2018 yılı 15 iyun günü aynı çağdaki namayışqa bevosita qatnaşqan bir qism sabdaşlar Dolqun Aysa əpəndimning riyasətçiligida Germaniyaning Myunxen shahriga to'planib, maxsus ilmiy muhokama yig'ini o'tkazish orqali 1988 yildagi 15 iyun milliy harakatining 30 yilligini dog'dug'i bilan xotirlagan edi. 6 ayning 11 kunidan 13 kunigacha Angliyada ichilgan G7 oliy darajaliklar uchrashuvidan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotda Uyg'urlar masalasining alohida tilga ilinishi va mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumini bekor qilish va Sharq Turkistonda insoniy haq-huquqlarga hurmat qilishning talab qilinishi Xitoy tarafining qattiq noroziligini qo'zg'adi. Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida qisqartirilgan nomi G7 deb atalgan sanoatlashgan 7 davlat guruhini Xitoyga qara choplash va Sharq Turkiston masalasi haqida asossiz ig'vo tarqitish bilan aybladi. Kuzatuvchilar dunyo ishlab chiqarish qimmatining yarmiga yaqinroqini tashkil qiladigan G7 oliy darajaliklar uchrashuvining o'rtaq bayonotida Uyg'urlar masalasining alohida tilga ilinishining intayin zo'r ahamiyatga ega ekanligini, buning Uyg'urlar masalasining yer shariviy xarakterlik muhim masalalarning biriga aylanganligini ko'rsatadiganligini ifoda qilishmoqda. Bu munosabat bilan bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi, Turkiyadagi strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi bu vaqtda o'zining qarashlarini bayon qilib mundoq dedi. Sharq Turkiston davası bo'lib 1949dan beri chet eldagi davada bu masalaninki bunday yuqori seviyelarda tilga ilingan emas. Hozir G7 ya'ni dunyo iqtisodiy kuchining %40'ını temsil qilayotgan bu kuch shundaqla dunyoga mayli siyosiy jihatdan mayli qolgan jihatdan ta'siri bo'lgan bu 7 davlatninki yig'inida va yuqori seviyadagi yig'inida
Uyghur meselesini, Şark Türkistan meselesini tilga ilişi, Şark Türkistan meselesi ve Uyghur meselesinin ki halkaravileşişte nayta çoğun bir rol oynagan bolu demdi. İkinciden Xitayga bir çin bisim oldu. Bu Şark Türkistan'da yürgüzüvatkan zulüm siyasetinin ki bedelini Xitay ödeş lazım. Hazır hiç olmasa dünyanın ki en çoğun yığınlarıdama, en yüksek seviyedeki yığınlarda Xitayga bir bisim işiltiş, buma Uyghur halkıga çok bir paydası var ve zulümünü azaltış cihette bir paydası var. Gerçi Xitay taraf Uyghur meselesini insan hakları meselesi emez, dini veya etnik meselesi emez de turiluatıdı. Ama G'arbliklarning ki ifadelerine qaraydigan bo'lsak, G'arbdagi dokladlarga ve tədqiqat neticeleri qaraydigan bo'lsak, bu Xitayning degandek emas. Şununla bu G7 yığında bu tedarik zincirinde Uygurlarni mecburi emgakka silish, bu mu insan haklarına düşmeydigan bir ahval bu. Şununla insan hakları cidden bu Xitayga bisim işletken takdirde Xitayma özüne biraz tem tatışga doğru keldi dep oylayman. Yani birisi bugünküce davanın xalqaravileşişte nurgun utuqluqlar boldu. Bu utuqluqlarning qo'g'dab qilishi ve bunu muqimlashtirish, mustahkamlashtirish jihatda bunda yig'inlarda ilingan qarorlar yoki bunda yig'inlarda tilga ilingan Uyghur meselesi, Şark Türkistan meselesi tilga ilingan bo'lishi mushu utuqluqlarni qo'g'dab qilish jihatdami jiq bir foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg a'zo davlatlarning Xitoy bilan o'rtaq qimmat qarshiga ega emasligini, buni Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan muomalasidan ko'rganligini bildirib, a'zo davlatlarning Xitoyga qarata kollektiv siyosatini kuchaytirishi kerakligini bildirgan. Stoltenberg bu so'zlarni NATOga a'zo davlatlar boshliqlari yig'ini Belgiyada ichilishining harpisida Kanada axborot shirkati CBC'ning muxbiriga aytgan. Stoltenberg mundaq degan: Xitoy biz bilan o'rtaq qimmat qarshiga ega emas. Biz buni Xitoyning Hong Kongdagi demokratik noroziliklarni qandoq bostirganligi, Uyg'urlarga o'xshash osonliq millatlarga qandoq zulm qilganligi, shundaqla ularning zamonaviy texnologiya, ijtimoiy taratqu, yuzdonish texnikasini ishlatib, o'z xalqini biz burun ko'rib boqmagan shaklda kuzatganligi va nazorat qilganligidan ko'rib yetdik. U yana bularning hammasi Shimoliy Atlantik Əhdi Təşkilatıning Xitoy masalasiga kelganda siyosatimizni kuchaytiradigan bir siyosat barpo qilishimizni texmo talab qiladi degan. NATO a'zo davlatlar boshliqlari yig'ini 14-iyun NATOning Belgiya poytaxti Brüsseldagi bosh shtabida boshlangan. Yig'inda tunji qitim Xitoyning xalqaro tartibga va NATOdagi ittifoqdosh davlatlarga sistemli xiris paydo qilayotganligi ta'kidlangan. Xitoy doiralarining Xotan shahar markazidagi bir masjidni chaqib etib, uning o'rniga Hilton mehmonxonasini silishga boshlaganligi oshkorlangan. Bu ahvolni Angliyadagi Telegrafning muxbirlari yaqinda Xotanni ziyorat qilganda bayqagan. Telegraf gazetining bildirishicha, asli bu masjid 2018-yili chaqib etilgan bo'lib, uni Avstraliya strategiyalik siyosat instituti sun'iy hamroh suratlardan bayqagan ekan. Bu qitim Telegraf gazetining muxbirlari Xotanga borganda bu masjidning o'rniga Hilton mehmonxonasi selinayotganligini ko'rgan. Xabarda bu masjidning o'rnida hozir muazzinning azon ovozini qurilish mashinalarining ovozi og'anligi, bir kishining bu o'rinda burun masjid borligini aytganligi, uning Sharq Turkistonda g'oyib bo'lgan nurg'un masjid tavobgohlarning faqat birsi ekanligini bildirgan. Avstraliya strategiyalik siyosat institutining o'tgan yili e'lon qilgan bu vaqtdagi dokladida Sharq Turkistonda yaqinqi bir qancha yil ichida 16 ming masjidning chiqib tashlanganligi yoki buzg'unchilikqa uchirganligini e'lon qilgan. Telegraf gazetining xabari doirlar Sharq Turkistondagi koni mahallani o'zgartishni tezlatgan mazgilda e'lon qilingan. Xitoy taratqullarining bildirishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik turalg'u uy va qurilish nazorati 10-iyun axborot yig'ini o'tkazib, yashanganlar ko'p, tarixiy masalasi nurg'un, ziddiyat ko'p koni mahallaning oldini ola o'zgartirilganligini bildirgan. Nyu-York vaqti gazetining atoqliq obzorchisi Nikolas Kristof 12-iyun mazkur gazetda maqola e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini e'lon qilib qo'yib, hech nima qilmaslikka bo'lmaydiganligini bildirgan. Uning aytishicha, kelar yilgi Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini qisman boyqut qilish, shundaqla Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklash yetarlik va rozi qilarlik bo'lmasa-mu, biroq hech nima qilmasdan yaxshiroq ekan. Nikolas Kristof bir ayolning Xitoyning vahshiyligida o'tgan kashmishlari mavzuliq maqolasida o'zining ismini Nancy deb atagan bir Uyg'ur ayol va uning oila a'zolarining Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinib, ba'zi oila a'zolarining hozirgacha izdierikining bo'lmasligidek tragediyalik kashmishi orqali Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini yo'ritib bergan.
U Xitoyning 1 million Uyg'urni lagerlarga qamishi diqqat qo'zg'ab, Uyg'urlarning tug'ilishi sistemalik azaytishga uchrashi hozirgacha bek diqqat qo'zg'amay kelganligi. Halbuki Uyg'ur nopsi Xitoy amaldorlarining nishoniga aylanganligini bildirgan. Nikolas Kristof maqolasida Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini e'lon qilib qo'yibla, hech nima qilmay mo'rini chiqarib turib olishga bo'lmaydiganligini. Bu xil qirg'inchilikni to'sish uchun xalqaroning jiddiy harakatga o'tishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər programmasida diqqatingizga sunduq. Keyin qaytamliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.